Navbatdagi bemorimiz 36 yosh, kelgandagi shikoyati ikkala ko'zdan tinmay yosh oqishiga, ya'ni ko'z yoshlanishiga. Tekshirib ko'rganimizda ko'z yosh kanali yopiqligi aniqlandi va hozir biz burun ichidan ko'z yosh kanalini ochamiz. Inshaalloh bemorimizga ko'z yoshlanmaydigan holatga keltiramiz. Qani keting, bismillah. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Yakunladik. Ko'rdinglar, biroz murakkab bo'ldi. Ikkala ko'z yosh kanalini burun ichidan ochdik. Inshaalloh bemorimizda ko'z yoshlanmaydi, hech qanaqa chandiq bo'lmaydi. Bunaqa operatsiyalarni ilgari hozir paytda ham даже oftalmologlar qilardi, tashqaridan kesib qilardi. Hozir bu zamonaviylashib, burun ichidan qilinadigan bo'ldi, ya'ni lor xirurglar endoskopiya yordamida burun ichidan kiriladi, ko'z yosh kanalini, qopchasini ochib, chandiq qoldirmasdan operatsiyani yakunlaydi. Inshaalloh bemorimizda ko'z yoshlanmaydi. Kuningiz xayrli bo'lsin, salomat bo'ling.